Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xəvərlər pirugrammisiga xush keldinglar. Men Hidayat Musajan. Bugun 6-oyning 16-kuni chorshanba. Hammalarning mush vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuanda diqqatinglar bugungi xəvərlər programmasining tafsilotida bo'lsin. Uyghur sud kollegiyasining Londondagi tunji sudi oxirlashib bir hafta o'tmayli Chexiya va Belgiya parlamentlarining orqa-orqadan Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan qilmishlarini rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb qaror qabul qilishi chet el matbuotlarida intayin kuchli g'ulg'ula qo'zg'adi. Bo'libmi Yevropa Birligining markaziy hisoblangan Belgiyaning mazkur qarori Yevropa matbuotlarida keng doirada o'rin oldi. Chunki Yevropa parlamenti bilan Yevropa komissiyoni va Yevropa ittifoqining ko'plagan ish bajarish organlari Belgiyaning poytaxti Brukselga o'rnashgan bo'lib, Belgiya parlamentining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi qarori Yevropa ittifoqiga va uningga a'zo davlatlarga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Chexiya va Belgiya parlamentlarining yuqorqi qaroridan keyin Dunya Uyg'ur Qurultiyi, Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Uyg'ur harakati tashkiloti, Belgiya Uyg'ur jamiyati qatorliq ko'plagan Uyg'ur tashkilotlari va nurg'unlagan xalqaro kishilik huquq tashkilotlari bas-basda bayonot e'lon qilib, Chexiya va Belgiya parlamentining yuqorqi qarorlarini qizg'in qarshi oladiganliklarini ifoda qilib kelmoqda. Belgiya parlamentining Yeşillar partiyasiga mansub parlament a'zosi, Sharq Turkiston xalqining samimiy do'sti Samuel Kogulata apandi bo'lsa Belgiya parlamentining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilishida eng asosli rol o'ynagan shaxslarning biri bo'lib, u o'tgan yili 2-oydan boshlab Dunya Uyg'ur Qurultiyi va Belgiya Uyg'ur jamiyati bilan hamkorlashib, Belgiya parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilish harakati qo'zg'agan va Belgiya parlamentiga sunilgan bu vaqtdagi qaror loyihasi Samuel Kogulata apandi tomonidan hozirlangan edi. Samuel Kogulata apandi 15-iyun kuni Belgiya parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi qaror qabul qilingandan keyin e'lon qilgan bayonotida mundaq deb ko'rsatdi. Belgiya Uyg'urlar uchirgan insoniyatga qarshi jinoyatni va Uyg'urlarga qartilgan irqiy qirg'inchilik xavfini e'tirof qildi. Bu texi bir necha oy ilgari tasavvur qilish qiyin bo'lgan bir tarixiy payt bo'lib hisoblanadi. Safarbarlik harakatlarimiz natijaga erishdi. U yana mundaq dedi. Bugun Belgiya parlamenti dunyoga ogohlantirish belgisi chiqadi. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi Uyg'urlar va boshqa oz sonli millatlar to'pi insoniyatga qarshi eng qabih jinoyatlarning qurboni bo'lib, irqiy qirg'inchilik xavfiga duch kelmoqda. Hamda harakat qilmaslikqa hech qanday bahona qolmadi. Xitoy hukumatı Belgiyada Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilish harakatiga boshlamchilik qilayotgan parlament a'zosi Samuel Kogulati apandimning o'ch ilish maqsadida bu yil 3-oyda uningga va uning oila a'zolariga jazo tadbiri e'lon qilgan. Shundaqli yana Belgiya parlamentida bu yil 5-oyning 4-kuni o'tkazish plan qilingan Uyg'urlar to'g'risidagi guvohlik berish yig'inimi to'g'ri hujumiga uchrab kechiktirilgan edi. Ayni chog'da bu hujumning Xitoy tarafidan qilinganligi faraz qilingan. Mazkur guvohlik anglash yig'inida lager shohidi Qalbinur Sidiq xonim guvohlik bergan edi. Parlament a'zosi Samuel Kogulati yuqorqi yozma bayonotida Xitoyning demokratiyaga zarba berish harakatlarining irodasini texmo tovlaganligini bayon qilib mundaq dedi. Xitoy oldi bilan bizning bu taklif loyihalarimizni yo'qotishga urindi. Orqadan men va oilamga jazo tadbiri e'lon qildi. Biroq bu jazolar Xitoyning orzusining aksicha natija berdi. U bizning parlamentning demokratiyasini nishonlash orqali bizning Xitoydagi kishilik huquq uchun kurash qilish irodamizni kuchaytirdi. Xitoy bizga jazo berish orqali bizning xizmatimizning muhimligini bizga yana bir qaytim isbotlab berdi. Parlamentimiz ochiq-oshkora va obyektiv holda isbot anglash va sifatlik munozara elib berish orqali ojizlashmay turib xizmatini davomlashtirdi. Parlament a'zosi Samuel Kogulati yana 15-iyun Xitoy masalasi bo'yicha parlamentlar aro hamkorlik guruhida qilgan so'zida Belgiya hukumatiga mundaq deb chaqiriq qildi. Uyg'urlarga qartilgan vahshiyliklar davom qilayotgan bir paytda biz Belgiya hukumatini rasmiy holda Xitoy bilan ikki taraf o'tkazib berish shartnomasini bekor qilishga va Xitoyning mablag' selish kelishimini rad qilishga chaqiramiz. Uyg'urlar tutib turilayotgan jazo lagerlari ochiq turgan muddatgacha Xitoy bilan yana normal munosabatni davomlashtirishga bo'lmaydi. Belgiya balki bir kichik davlat bo'lishi mumkin, ammo biz dunyoga kishilik huquqning hamma joyda, hamma odam uchun o'xshash qo'g'dilishi kerakligi to'g'risida aniq signal avatalaymiz. Belgiya parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilib qaror e'lingan dal 15-iyun kuni Belgiyaning poytaxti va Yevropa Birligining markazi Brukselda o'tkazilgan Amerika bilan Yevropa Birligi o'rtasidagi oliy darajaliklar suhbati jarayonida Uyg'urlar masalasi alohida tilga ilindi. Angliyadagi G7 yig'inini oxirlashtirib Brukselga yetib kelgan Amerika prezidenti Joe Biden 15-iyun kuni Yevropa Konseyining raisi Charles Michel va Yevropa komissiyonining raisi Ursula von der Leyen bilan Rossiya, Xitoy va Eron masalasi, shundaqli koronavirusiga birlikda taqobil turish va iqlim masalalari haqida muzokara elib bordi.
Yevropa Komissionining raisi Ursula von der Leyen xonim ikki taraf suhbatidan keyin matbuotlarga qilgan so'zida bu qitimqi suhbat jarayonida Xitoyning kishilik huquq xotirasiga qarab chiqqanligini bayon qilish bilan birga insoniy haq, huquq va qadr-qimmatlarga hurmat qilishning muhimligini alohida ta'kidlab o'tdi. Aqsarayning bu qitimqi yig'inning mazmuni haqida matbuotlarga bergan ma'lumotida ko'rsatilishicha, Amerika bilan Yevropa birligi o'rtasida o'tkazilgan bu navbatlik oliy darajaliklar suhbati jarayonida texmo demokratiyalashgan va tinch va bexatar dunyo barpo qilishning muhimligi ta'kidlanish bilan birga, Xitoyning Sharqi Turkiston va Tibetdagi kishilik huquq tajovuzchilik qilmishlari, Hong Kongning avtonomiyalik va demokratik taraqqiyotiga qilayotgan tajovuzchiliklari va Xitoyning o'ziga qo'shni allarga iqtisodiy jihatdan selayotgan tahdidlari qatorliq masalalar haqida tafsiliy muzokara ilib borgan. Kuzatuvchilarning qarashicha bu Amerika bilan Yevropa birligi o'rtasida o'tkazilgan oliy darajaliklar uchrashuvida Sharqi Turkiston masalasining tunji qitim tilga ilinishi bo'lib hisoblanadi. Bu qitimqi ikki taraf uchrashuvining dal Belgiya parlamentida Uyg'ur erkiy qirg'inchiligi qarori qabul qilingan kunga to'g'ri kelishi kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'amoqda. Xitoyning Yevropa ittifoqida turishliq vakillar o'miki shu kuni bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida Amerika bilan Yevropa ittifoqi o'rtasida o'tkazilgan bu qitimqi oliy darajaliklar uchrashuvining ikki tarafning munosabatlarini normal taraqqiy qildirishning doirasidan bakla uzoqlashib ketganligini va Xitoyning ichki ishlarga qo'pollik bilan aralashganligini ta'kidlash bilan birga, hozirgi Jongo asla burunqi Jongo emas. O'rnidan dast turgan Jongo xalqini hech qanday bir kuch qo'rqitammaydi deb chalvoqidi. 15 iyun bo'lsa Uyg'ur milliy harakati uchun, jumladan butun Sharq Turkiston xalqi uchun to'limi barakatlik va unutilmas bir kun bo'ldi. Belgiya parlamentida Uyg'ur erkiy qirg'inchiligi qarori qabul qilingan va Amerika bilan Yevropa birligi o'rtasida o'tkazilgan oliy darajaliklar suhbatida tunji qitim Sharq Turkiston masalasi muzokaraga qo'yilgan 15 iyun kuni yana bir xush xabar Amerikadan keldi. 15 iyun kuni Amerika hukumatiga qarashli Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissari alga tonilgan siyosiy faoliyatchilarimizdan advokat Nuri Turkal apandim mazkur komitetning muavin raisligiga o'stirildi. Mazkur xabar har qaysi allarda yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni cheksiz suyundirdi va g'ururlantirdi. Chet allardagi Uyg'ur tashkilotlarimizdan, siyosiy faoliyatchilarimizdan va avom xalqimizdan Uyg'ur xalqining faxrlik o'g'loni Nuri Turkal apandimga tabriklar yig'ishga boshladi. Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandim, Qurultiyi ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat apandilar bu vaqtda qilgan tabrik so'zlarida Nuri Turkal apandimning yangi vazifasini qizg'in tabriklaydiganligini ifoda qilish bilan birga, buning butun Sharq Turkiston xalqining o'rtaq bir sharafi va g'ururi ekanligini, Nuri Turkal apandimning bundan keyingi xizmatlarga yangi utuqlar tilaydiganligini ta'kidlashdi. Nuri Turkal apandimning bu vazifaga tayinlanganligi haqidagi uqtirish Amerika hukumatiga qarashli Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining rasmiy tor betida 15 iyun kuni e'lon qilindi. 2020 may oyida Amerika Avam palatasining raisi Nancy Pelosi xonim tarafidan bevosita Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissarligiga tayinlangan Nuri Turkal apandim xizmatga tushgandan buyon Davr jurnalining dunyodagi eng ta'sirchan 100 shaxs, Boyliq jurnalining dunyodagi 50 nafar ulug' rahbar qatorliq tizimliklardan o'rin olgan edi. Bu qitim yangidan Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining raisligiga tayinlangan Neyden Miyanzi bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida bundan keyingi xizmatlarda muavin rais Nuri Turkal apandi bilan texmo zich hamkorlashib, diniy e'tiqod erkinligi sohasida texmo ko'p utuqlarni qo'lga keltirishni umid qilaman deb ko'rsatdi. Uyg'ur xalqining faxrlik o'g'loni Nuri Turkal apandimning Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining muavin raisligiga tayinlanishi bir tasodibiylikmi? Albatta hargizmi tasodibiylik emas. İnsanlar uchun hech bir natija tasodibiy qo'lga kelmaydi. Bu Nuri Turkal apandimning chet elga hijrat qilib chiqqan 1995-yildan buyon Sharq Turkiston xalqi va Uyg'ur millatining hurligi uchun ilib borgan tinimsiz kurashining, to'lagan badalining va bu muqaddas yo'lda ilib borgan izdinishining natijasidan iborat xolos. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Mutaxassislari 14 iyun bayonot e'lon qilib, Xitoyda Uyg'urlarni o'z ichiga olgan tutqundagi osonlik millatlar va diniy guruhlarning majburiy ishga a'zo ko'chirish nishoniga aylanganligiga doir xabarlardan qattiq cho'chiganligi, o'zlarining bu jihatdagi ishonchli uchurlarga erishganligini jakarlagan. Bayonotda aytilishicha, ular Xitoydagi boshqa mahbuslarga bundoq talab qo'ymasimi, biroq etnik, til yoki diniy osonlik millat tutqunlarining majburiy holda qiyni tekshiradiganligi, ultra ovozliq asbob va rentgenlik asboblar bilan ishga a'zolarining tekshirilib, erishgan uchurlarning Xitoydagi ishga a'zo taqsim qiladigan jonliq ishga a'zo sonliq omborga kirgiziladiganligiga oid ishonchli uchurlarni topshirib olgan. Uyg'urlarning Xitoydagi ishga a'zo sodisining qurboniga aylanishi 1990-yillarning boshlaridan tortib boshlanganligi qayd qilinsimi, biroq uning 2017-yildagi cho'ng tutqundan boshlab ko'lamining texmo kengayganligi, texmo sistemalashganligi, kasblashganligi va texmo to'rlashganligi ilgari surilib kelgan.
Mazkur bayonot Birleşken Devletler Teşkilatı'nın odam atkazchiligi, ayollar bolalar huquqi, jismoniy ruhiy salomatlik, osonlik millatlar, diniy erkinlik, tan jazosi, xohlagancha tutqunga qarshi turish qatorliq ishlarga mas'ul 12 nafar kishilik huquq mutaxassisi tarafidan e'lon qilingan. Bayonotda Xitoydagi majburiy ishga a'zo ko'chirishning farqli joylardagi qo'lga ilinish sababini tushundirmay yoki qo'lga ilish buyrug'i berilmay turib, tutib turiladigan alohida etnik, til yoki diniy osonliklarni nishon qilganligi ta'kidlangan. Yevropa taratqullarining xabar qilishicha, Xitoyning Janvada turishliq vakilining bayonotchisi Liu Birleşken Devletler Teşkilatı mutaxassislarini xato uchur tarqitish, Xitoyga tuhmat qilish bilan ayblab, ularning bayonotini rad qildi va mutaxassislar Jongo hukumati ta'minlagan nopuzliq uchurlarga sal qarab, Jongoga qarshi bo'lgunchilar va xurofiy Falun Gongchilarning uchorini tanlagan deb bildirdi. 15 iyun kuni Dunya Uyg'ur Qurultiyi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi qatorliq Uyg'ur tashkilotlari va muhojiratdagi Uyg'urlar ijtimoiy aloqa munbarlarida bayonot e'lon qilish va boshqa faoliyatlar orqali Uyg'ur ona tili kunini qutlaqladi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi 2015 yili 5 oyning 22 kuni rasmiy bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatining har xil cheklama siyosatlari sababidan ig'ir xirisga duch kelayotgan Uyg'ur ona tilini qo'g'dash uchun har yili 15 iyun kunini xalqaro Uyg'ur ona tili kuni deb xotirlashni qaror qilgan edi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi bu yil 15 iyun kuni e'lon qilgan bayonotida Xitoy hukumati tarafidan yo'qotilish obyektiga aylangan Uyg'ur ona tilini qo'g'dashni ta'kidladi. Uyg'ur ona tili yaqinqi 20 yildan buyon Xitoy hukumati yo'lga qo'ygan har xil cheklamalar sababidan ig'ir xirisga duch kelgan edi. Xitoy hukumati 1990-yillarning oxiri dastlab Xitoy o'lka shaharlarida Xinjiang sinflarini qurish, 2000-yillarning 5-ida Sharq Turkistonda qo'sh tillik sinflarni ta'sis qilish orqali Uyg'ur avlodlarini Xitoy tilida tarbiyalashni yo'lga qo'ydi. Halbuki 2016 yili 9-oyga kelganda atalmış Uyg'ur Abdunum rayonluq ma'rif nazorati uqtirish chiqarib, Sharq Turkistondagi yasli, boshlang'ich va o'rta maktablarda davlat tili o'qitishi nomida Xitoy tili o'qitishini umumyuzlik yo'lga qo'ygan edi. Mana shundaq ahvolda har qaysi allardagi Uyg'ur tashkilotlarining yetaklashida muhojiratdagi Uyg'urlarning ona tilini qo'g'dash harakati boshlandi. Dastlabki mezgillarda har qaysi davlatlarda tarqalib o'ltiraqlashgan Uyg'urlar farzandlariga oilada Uyg'ur ona tilini o'rgatishni bola tarbiyasidagi muhim nuqtalarning biri qildi. Keyingi mezgillarda bo'lsa Uyg'urlar nisbatan ko'p o'ltiraqlashgan davlatlarda Uyg'ur ona til maktablarini ta'sis qilish, Uyg'ur ona tili ma'arifini taraqqiy qildirish orqali Uyg'ur milliy kimligini saqlab qilish tashabbusi bag'ancha kuchaydi. Amerika o'qirmanlariga eng tunishliq bo'lgan gazetlardan Washington pochtasi gazeti 15 iyun kuni tahrirat maqolasi e'lon qilib, Uyg'ur qirg'inchiligining qabohatlarini yushirg'ili bo'lmaydi deb ko'rsatdi. Mazkur tahrirat maqolasi Xitoy hukumatining Amerika Qo'shma Shtatlarida turishliq bosh elchisi Sui Tiankayning may oyida e'lon qilingan yozma bayonotiga raddiya tariqasida yozilgan. Sui Tiankay o'z bayonotida Xinjiangda o'tgan 20 necha yil mobaynida ko'p qitimlab terrorlik harakatlari ko'rilganligi uchun hukumatimiz terrorlik va asabiylikning oldini olish uchun bir qator tadbirlarni qo'llandi. Amerika va boshqa joylardagi dushman kuchlar bo'lsa navbatda Xinjiangda qirg'inchilik bo'layotdi demoqda. Bu butunlay ig'vo degan. Shundaqla o'tgan 40 yilda Uyg'ur nopusining 10 hassa ko'payganligini buningga misol qilgan. Washington pochtasining tahrirat maqolasida buningga raddiya berilib, navbatda allaqachon 1 milliondan ortiq Uyg'urning lagerlarga qamilib bo'lganligi, buningga yondashtirilib majburiy emgak, Uyg'urlarning milliy va diniy kimligini o'zgartirish urinishi deganlarning eng yuqori pallaga chiqqanligi eskartiladi. Shundaqla tadqiqotchi Adrian Zinizning Uyg'ur nopusi haqidagi eng yangi dokumentlaridan naql elinib, Xitoy hukumatining Uyg'ur nopusining ustunligini buzib tashlash, Uyg'urlarning tug'ut nisbatini kontrol qilish, Uyg'ur diyoriga Xitoy ko'chmanlarini ko'plab makonlashtirish qatorliq choralar bilan Uyg'urlarni texmo tez assimilyatsiya qilmoqchi bo'layotganligi alohida ta'kidlanadi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi күнділік xəvərlər pirugrammisi diqqətinizə sunduq. Keyin qaytamlıq proqramımız görüşəli. Görüşküş aman boğaysılar. Xeyri xoş.